tupikka kirib qolgan ayolga ko'pchilik sabr qil, yaxshi bo'lib ketar deydi-da. Misol uchun ko'p ayol o'zini xo'jayinini yaxshi ko'rmaydi, erini sevmaydi, majbur yashaydi, nimagadir asoslanib farzandigami yoki qaytib kelib qolgan qiz degan nomda olmasligi uchunmi yoki otasini uyiga sig'maganligi uchunmi erini uyida majbur yashaydi-da, unga yana kamiga dabafga nima deydi? Sabr qilaver deydi. Ayol kishi hech qachon erini birdaniga yomon ko'rib qolmaydi. Ayol kishi ketishi uchun yillar ketadi. U ozginadan qo'shilib boradi. Kunlar, oylar, yillar davomida sabr qilib oxiri finishga yetib keladi. Endi unga sabr qil desangchi, nima bo'ladi aytaymi? Yo u o'zini tashlaydi 4-etaj, 5-etajdan, yo o'zini osadi yoki yoqadi. Ayol kishi ajrashyaptimi, hayotini tugatyaptimi, demak u finishga kelib bo'ldi. Endi unga sabr qil deyish yaramaydi. Sabr qilib kimga aytadi? O'rtadagi odamga aytadi. Yashaymikan, yashamaymikan deyotgan odamga aytadi. Sabr qilib harakat qilib ko'r, o'xshab ketdi deydi. Agar harakat qilib ko'radi, o'xshamasa keyin qaytadi u ham. Endi sabr qil deb oxirga kelgan odamga aytmang, u o'zini o'ldirib yuboradi. Erkak kishi bittada yomon ko'rsa ajrashadi, qutuladi. Ayolning tabiati o'ta kuchli, fizikasi, nima deydi, transformatsiyasi juda kuchli ayol kishining. Biz ojiz deb o'ylashimiz mumkin, lekin ular kuchli hisoblanadi, sabr tomonlama, immunitet tomonlama hattoki. Lekin erkak kishi juda ham zaif. Biz yomon ko'rib qoldikmi, nafsimizga yoqmay qoldimi, sirasi yangilashlikni payiga tushamiz. Tan olaylik, yomon ko'rishlari mumkin, lekin haqiqatni aytyapman. Sabr qil deyishdan oldin uni dardini hech bo'lmasa his qilib ko'ringlar.